charxpalak degan narsani, charxpalak apparatini oldin tushunmasdim-da. Nimaga charxpalakligini asta-sekin tushunib yetdim. Balkim hozir qiyoslayotgan narsamga to'g'ri keladi, to'g'ri kelmas, shunaqa deb o'yladim. Aylanib keladi-ku, nimasi, charxpalagi, suv to'ldirayotgan qayta-qayta. Xuddi o'shanday kichkinaligimizda ayam rahmatli juda ko'p aytardilar-da. Hali yoshsizlar, miyalaring to'ladi, tez oladi ma'lumotlarni, o'qinglar, o'rganinglar. O'qish bizga armon bo'lib qolgan. Hech bo'lmasa sizlar o'qinglar deb ayam rahmatli juda ko'p aytardilar. Lekin oilamizdan faqat bir kishiga ta'sir qilgan u gap. Singlim yaxshi o'qiydi, qolgan birortamiz o'qib nima qila olmadik, o'qishlarga kirib, o'qishni davom ettira olmadik. Singlim juda ham yaxshi o'qiydi, kallasi butun. Unga ta'sir qilgan ayam nasihatlari menimcha deb o'ylayman. Qarang, vaqtlar o'tib charxpalak shunaqa aylanyaptiki, men o'zim endi hozir farzandlarimga shu gapni aytayotgan bo'ldim. Hali yoshsizlar, o'qinglar, ko'chadan foyda yo'q, telefondan foyda yo'q. Bitta koptokni ko'chaga chiqarib tepishdan foyda yo'q. Miyalaring butun, hali yoshlar, tez olasizlar. Afsuski vaqt qadriga yetmayapsizlar. Ertaga mendek bo'lganlaringda afsus qilasizlar, nadomat qilasizlar. Lekin joyiga tushmaydi, chunki o'sha hayotning tashvishlari bilan o'ralashib qolasizlar deb aytaman. Endi insof o'zlariga berishsin. Shunchalik qishloqdan olib kelib, shaharda o'qisin, bilim olsin, ilm olsin deb harakat qilib, shahar maktabiga qo'ydim, qo'shimcha darslarga qo'ydim. Yaxshi o'qimishli, bir yaxshi kasbning egasi bo'lsin, o'qisin, izlansin, hali yosh, uchalasi ham o'g'il bola, yaxshi kasb egasi bo'lsin deb shunchalik harakat qildim. Charxpalak deganimga oila mana shunday charxpalak ekanda, ota-onaga aytdilar ekan, ota-ona farzandlariga, farzandlar farzandlariga. Endi ularning ichida qaysi biri oladi, qaysi biriga beriladi, qaysi biriga berilmaydi. Faqat Alloh bilguvchi ekan. Afsus qilaman vaqtida o'qimaganligim uchun.